Men umr yoshman, makiyaj qilmoqchiman. Yoshimga mos kosmetikalardan boks yig'ib bering deb yozdilar klientimiz. Ularga chiroyli tushuntirdim. Siz yoshingizda hali makiyajga sal vaqtliroq bo'lishi mumkin. Keling, uxodviylardan boks yig'amiz deb. Mayli, yoshimga, yuzimga to'g'ri kelsa bo'ldi. Boks yig'ib narxini aytsizmi, kartezga tashlab beraman dedilar. Yosh klientlarimiz narsa tanlashlari sal qiyinroq bo'lgani uchun bularda ham qiynalaman deb o'ylagandim. Umuman gap cho'zmasdan 15 minutda pulini ham hal qilib tayyor tashlab berdilar. Boksimizga birinchi bo'lib lab uchun balzam nabor qo'shdik. SPF spray, namlantiruvchi toner va penka. O'sha trenddagi hidi dahshat bo'lgan namlantiruvchi krem. Pinterest oynamiz bilan matirusha salfetka ham oldilar. Kipriklarini qayirishlari uchun korler ham qo'shib berdim boksga. Bu sivritkani oylarini yuzlarida dog' bor ekan, shunga qo'shib berdik. Oxirida oyna so'zi bilan bo'ladigan shimerli bleskamizdan ham oldilar. Korobkali upakovkani ham qo'shtirdilar. Aniq bilaman, sizga ham bir kun sifatli arzon kosmetika kerak bo'ladi. Shuning uchun mana akkauntimga obuna bo'lib oling. Maskani magazinimizdan podarka qilib qo'shdik. Otkritka bilan boksimiz tayyor. Zakaz qilish uchun ekrandagi nomerga Telegramdan yozing.